Nima qilyapsan, aka? Akam o'zlariga qurgan uyni banner ilib qo'yganlar. Eskilik sarqiti bo'lib qoldi bu. 1 yildan beri sota olmayaptilar. Endi qarang, o'ziga qurgan uy bilan sotishga qurgan uyi farqi bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, o'zingizlar baho beringlar, farqi bor. Baquvvat, pishig'ishdan bitonlarga e'tibor bering. O'zim Instagram profili yurg'izaman. 70 mingta obunachim bor. Uy-joy olaman deb o'tirganlar. Lakatsa yaxshi bo'lsa, narx yaxshi bo'lsa, joy yaxshi bo'lsa, nima muammo? Reklama qilib sotamiz. Fasadni ko'rdingiz, 20 bo'ladi, 2 sotuv zahvati bor oldida. Birinchi liniyada joylashgan. Talab va taklifga binoan boshida etik Lakatsani Nazarbek Mevazor legendarniy ko'p talab botgan joydamiz. Chapga qarab yursangiz, tanlovga chiqib ketasiz, o'ngga yursangiz kommenterim hamma biladigan Nur baraka, bu do'ng quryapti. Hammani do'mi tezroq bitib, ichkariga yashashga kirib olinglar. Yaxshi tilak bildirib qolaman. Lakatsani bildinglar, sotuvlar cho'tki, ichkaridan bitta planovkasini tushuntiraman. Ketdi aka. Bismillah. Endi qarang, bu yo'lga bo'ylab kirib kelyapsiz. Mana betonlarga qarang, bunaqa beton hech kim qurmayapti, quymayapti. Hozir aka, baquvvat qimmatga tushib ketadi-yu. Endi ma'lum bir sababga ko'ra akam qarovsiz qoldirilib, budjetdan kelib chiqqan holatda. Pastga qarab yursangiz, 3 ta xona bor, fanerlar qilingan. Endi yashab, bu yoni remont qilsangiz bo'ladi, bitta sanuzil. Mana bu navesga e'tibor bering aka. Mana bunaqa duq tavr kim qo'yyapti navesga? Baquvvat holatda bo'pti. Planovka bu yoqda ham bitta eshik bor, bu yoqda ham bitta yo'lak bor. Общий xonalarning soni 10 ta bo'ladi. Aka olsangiz o'rtadan mana qarang. Ko'rsating aka. Bo'lishga imkoniyat qilib qo'yganlar. Bo'lasiz 2 ta aka addenniy darvozaxona. Tepada 3 ta xonasi bor, bitta sanuzil, pastda bitta xona, bitta sanuzil. Общий 4 ta bu yoqda, 4 ta bu yoqda, bu yoqda 3 ta. Общий 10 ta xona. Narxiga urg'u beraylik aka. Mevazor birinchi liniya bo'ldi. Zahvati bor, yaxshi qurilgan, baquvvat holat. Shu qurilishga nechta rasxod bo'ladi? Quruvchilar ham bor-ku, fikr qilinglar. Xo'p, 148 ming dollar start qo'ydik. 8 sotiq bo'ldi. 2 ta aka yashash imkoniyati bo'ldi. Endi akam bilan gaplashgan holatda buni yarmini olsangiz ham bo'ladi. Endi o'zlari bilan fikrlashasiz, suhbatlashasiz. Akam raqamlarini qoldirib qo'yaman. Shaxsan o'zlari bilan talash tortish barakasini qilsangiz bo'ladi. Chiroyli narx, yaxshi lakatsa bo'ldi. Shunaqa chiroyli narxlarda yaxshi lakatsadan uylar o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mehnatga bitta baho berasizlar, like urib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar.